tufayli meni mana shu Kamalli qishlog'iga rais qilib tayinlashdi. Mana ulug' shodiyonadamda yig'ilib turgan ekanmiz. Keyin-kuyovlarimiz davraga taklif qilishdan oldin men bir xalq bilan hisob-kitob qilib olishim kerak. Bu onangi eshak sikir qishloqda bolalar to'y boshlandi deguncha davron tarakanday bosib ketadigan kishikaylar. Bu bolalarning ota-onasi yo'qmi yo'q to'ymatlardi. Ota-onasiga aytingizlar, onlarni jishtirasa o'zi olib borib hammasini nafsdan etib kelamayapsiz sizga. Rais kim? Shuhratmi rais? Nima? Uyda ovqat yo'qmi? Kallasini do'stlarga ko'tara olmaydi. Ko'tar kallayni kishga. Ko'tar yo'q to'ymat. Mana san'atkorlarni aytdik. O'tar joyingga rais sen chaqirganing. O'tar kishga seni. Ha, mana Otabek Mo'minov menga qara. O'zi to'rtta qo'shiqda normanga o'talmaysan. Yana chilpinlaganingga o'laymi? Dababishni qilib bugun ertalabgacha aytmasang, seni ham inayin o'miga uraveraman inayin seni. Ye? Menga qara, o'zi Toshkentdan san'atkor aytsak bo'lardi. Senga non deb chaqirdik, non bo'lsin deb chaqirdik. Yo'q, to'ymas, tushunyapsanmi yo'qmi sen? Inayingda suskay. Ha, xo'p, mayli. San'atkorlarga hozir navbatni beramizda, Usratiningda meni deskingda hammasini qo'sh. Keyin-kuyovlarimizni Shohrux Repperni balanda taronasi sadolari ostida davraga taklif qilmasak, keyin-kuyovlarni ham inas nomiga uraveraman inasini sizga. Aytaman jahonga, qadaqtaman dostonga, termulib Turkistonga. Yana ichaman, yana aytaman jahonga, qadaqtaman dostonga, termulib Turkistonga. Yana